bosh prokuraturaga ham berilganmi? Hozir. Bu bolani uyini prokuratura tortib olishgani uchun Jahongir To'laganov, ya'ni antikorrupsiya bo'yicha jurnalist kelib o'rganyapti. Prokuror bosh yordamchisini eshitinglar gapini. Shu masala bo'yicha. Qarang, shu prokuror o'zdavariysiz sizga ariza yozsa, siz qabul qilib olasizmi? Sizda shunaqa vakolat bormi prokurordan? Arizani prokuror nomiga yozadi. O'zini ustidan o'ziga yozadi. Yo'q, sizlar Qonunni oyog'i bilan boshi almashib aniqlik kiritish arizalar bo'yicha esa bajar sanalib Hozir aniqlik kiritib bering bizga shu holat bo'yicha. Mana oddiy voqeani aytib beraman sizga. Bu misolni, boshqa misolni. Masalan, siz deylik. Yo'q, mana holat bo'yicha siz bir urush